Assalomu alaykum yenge, yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Ha, bola, Nima? ha bu Qoraqalpoq kelin salom qilmaydimi? Oyijon Qoraqalpoq kelinlari kelin salom qilmas ekan. Ha. Ana to'ydan keyin bet ochar bo'ldi-ku. Ana o'sha bilan o'tib tugab ketdi. Haligi to'yda bet ochar bo'ldimi? Ha. Shu bilan tugadimi? Tugadi. Kevlinin bir o'shi bor, kulki degan mulki bor. Kevlinin bir o'shi bor, kulki. Bu nima qilgani minday qildi. Yo'q, oyijon Qoraqalpoqlarda shunaqa udumi bor ekan. U sizlarning uyiga borganda, hurmat yuzasidan, ya'ni men oilaviy ishlarga tayyorman degan ma'noda mana shunaqa 3 marta qilishar ekan. Endi buni ovsini yo'q-ku, shunga shota qilib qo'ya qoldi-da. Har doim shu ostonadan o'tganda shunaqa bunaqalar qiladi. Yo'q, faqat bir marta. Ha, bir martami? Yenge, Ay, rahmat. Rahmat qizim, rahmat. Qara o'g'lim, qo'limizni yuvuramizmi? Hozir o'zim yuvib kelganman toza. Oyijon, bunda shunaqa udum bor Ha. ekan. Ovqatdan oldin ham qo'lingizni yuvarkansiz, ovqatdan keyin ham qo'lingizni yuvarkansiz. yenge, men sizga jovri gurti Qoraqalpoq milliy taomini tayyorladim. As bo'lsin. Oyijon, Rahmat. bu Qoraqalpoq xalqining milliy taomi. Ha. Umid, seni do'sting chaqirib keldi. Voy, menga qara bola. Nimaga seni sansirayaptimi? Oyijon, Qoraqalpoqlik kelinlar yaqin olgan insonlarni sansirashar ekan. Oldinlari qaynona qaynotani ham sansirashgan. Hozir esa sizlashga o'tishgan. Urf-odat degan Shunaqa. Qoraqalpoqlar urf-odatdan mayli bola. Yeb qo'ysang bo'lar shuni. Mana ilohoning. Voy o'lay. Nimaga turib oldi bu? Oyijon, duo payti Qoraqalpoqlik kelinlar turib olishar ekan. Udum uchun. Kelinlar turib olar ekanmi? Voy mayli ilohim, udumlariga ko'z tegmasin. Ikkalanglar qo'sha qaranglar, baxtli bo'linglar. Yaxshi farzandlar bersin. Amin. Allohu akbar. Ha, oyijon, tovog'i kelinga berib yuboring. Bor, endi men kelinga beraman. Kelin bo'lganda o'zi olsin-yu. Onajonim, uyda kattalar berar ekan, qaynona qaynotalar berar ekan. Bizga mumkin emas. Siz bering. Qaynona. Ha. Bo'pti bolam, shuni berish qiyinmi? Ola qoling kelin. Voy. Tavba qildim. Ana sizga o'dim, mana sizga o'dim. Yuragim yorvar edi deya kelin poshsha. Yenge, jur. Yanami? Umid. Ay qiz telefon yetib o'tiribdi. Kim? Ay qiz. Ay qiz ekan. Alo. Madina sinam-ku.